Nazira tez-tez soatiga qarab qo'yar, yuragi hovliqardi. Kichkintoylar esa bog'cha opasining yuz-ko'zlaridagi shoshqinlikni tushunmas, mazza qilib o'ynashar edi. Ota-onalar ham bolalarining ko'ngliga qarab, "Bo'ldi, endi charchadilaring. Bayram tugadi. Uyga keta qolaylik", demasdi. Bog'cha hovlisida sharlar uchadi, musiqa jaranglaydi, bolakaylar hayqirishadi. Hozir diplom yoqlab chiqsa, hamma dugonalarning ota-onalari guldastalar ko'tarib kutib turishgan bo'lsa, Madinam o'ksib qolmasmikan? Axir avvallari oddiy imtihonlarda ham gul ko'tarib borardim. Turmushga berdi-yu, onam shunday shodiyona kunim, diplom yoqlaganimda ham kelmadi deb ko'ngli qabaradi-da endi. Bu xayol Naziraga tinchlik bermayotgan bo'lsa-da, ishini tashlab keta olmasdi. Ertalab eri "Madinaga bora olarmikansan?" deb so'raganida, "Albatta, bolalar bilan birpas darang-during qilsak bas-da, keyin bo'shman", degandi. Bu gapidan so'ng eri ham bir dunyo ishni rejalashtirgandir. Xullas, bolalarni tarqatguncha Naziraning bir xayoli qizida bo'ldi. Ishini yakunlagach, ming istihola bilan qiziga qo'ng'iroq qildi. Nazarida Madina universitet xiyobonining bir burchagida yig'lab o'tirgandek edi. "Qizim, oyijon", Madinaning ovozidagi jarang Naziraning gursillab urayotgan yuragiga sal taskin berdi. "Meni tabriklang, diplomimni a'loga himoya qildim. Ustozimiz, ota-onangga rahmat qizim", dedi. "Adajonimga yetkazib qo'ying." "Hozir qayerdasan? Bormoqchi edim." Yo'q, ovora bo'lmang oyijon. Oyijonim, dadajonim, kuyovingiz hammasi shu yerda. Siz charchagansiz, o'zingizga qarang." "Ha, shunaqami? Qudalarimga salom de. Rahmat ayt ularga." Nazira telefon tugmasini bosdi. "Ular borishibdi", deya shivirladi. Lekin ko'ziga duv-duv yosh keldi. Ishdan qaytar ekan, ichidagi hissiyotlarini o'zi tushunmasdi. "Xursand bo'lishim kerak. Yolg'iz qolmabdi. To'ydan atigi bir oy o'tdi. Bir oyda qadr topibdi", derdi-yu, ichida bir o'ksinish kezinar, aziz bir narsasidan ayrilgandek bo'shashib, darmonsizlanar edi. Uyga kelib Madinaning xonasiga kirdi. Divaniga o'tirib suyanchiqlarini siladi. Yaqindagina qizini ertalab uyg'otgani kirardi. "Tur qizim, o'qishiga kech qolasan", derdi. Madina yuziga kitobini yopib, sochlari to'zg'ib uxlab yotardi. "Yana 5 daqiqa oyi, atigi 5 daqiqa", deb ko'zini ocholmasdi. "Ey Xudoyim, erta-indin birovning eshigiga borasan. Sahar turib hovli supurishing, nonushta tayyorlashing kerak. Bu yotishing bo'lsa, 2 haftada olib kelib tashlashadi", deya jig'i biyron bo'lar. Madina, "Hozir uxlab olaveraychi, o'shanda bir gap bo'lar", deya erkalanardi. Endi shu erkatoy qizi begonalarga qiz bo'ldimi? "Ha oyi, buncha bo'shashib o'tiribsiz." Qancha yig'ladi, ovundi. O'g'li Umidjon o'qishdan qaytgach, uning ovozidan xayol to'rlari uzildi. "Opang, ha, a'loga yoqlabdi. Tabrikladim. Birrov borib kelsakmikin? Har holda hayotida katta voqea ro'y berdi. Ataganimiz bor edi", dedi Nazira. Nima qilasiz? O'z holiga qo'ying. Yaqinda pochchamning tug'ilgan kuni ekan. Borarmiz", dedi Umidjon. "Yo'q, Madina kutadi. Shunday kunida onasini kutmasligi mumkinmi?" Nazira o'g'lining hayhaylashiga qaramay, oshxonaga kirib pishir-kuydirni boshlab yubordi. Hafsala bilan qilinayotgan tayyorgarlik nihoyasiga yetgach, "Umidjon, meni taksiga kuzatib qo'y", dedi. "Oyi, avval qo'ng'iroq qiling." "Nima, o'z qizimni yo'qlashga ham ruxsat so'raymanmi? Sen bola rosa dangasa bo'libsan. O'zim ketaveraman bo'lmasa." Nazira shundoq dedi-yu, yana qo'ng'iroq qildi. Musiqa, shovqin. "Madina, uydamisizlar?" "Yo'q oyi,
kuyovingiz bilan himoyamni yuvyapmiz. Oyijon, dadajonlarim, rosa charchadingiz bolam. Avval to'y, so'ng imtihonlar, himoya. Bir yayrab o'tiringlar deyishdi. Madina baqirib gapirar edi. Mayli bolam, yaxshi o'tiringlar. Naziraning tomog'iga nimadir tiqilgandek bo'ldi. Oshxonaning issig'ini endi sezgandek edi. Derazalarni ochib tashladi. Ha, oyi, yuring, kiyinib chiqdim, dedi Umidjon. Bormas ekanmiz. Zo'rg'a o'zini bosib gapirdi Nazira. Kafeda ekan pochchang bilan. Aytdim-ku sizga, yoshlarga shon sharaflar. Iya oyi, sizga nima bo'ldi? Yig'layapsizmi? Arazladingizmi? Yuring, o'zim aylantirib kelaman. Nazira o'g'liga suyanib baralla yig'lab yubordi. Ana xolos, o'zingiz tezroq shu qizimni egasiga topshirib, tinsam edi der edingiz-ku. Endi egasida tinsa qizg'anyapsizmi? Nazira nima deyishini bilmasdi. O'qitdi, shu qiz uchun yelib yugurdi, o'zini unutdi. Endi shu ekanda. Yo'q, borgan joyida tinsin. O'shalarga yulduzini issiq ko'rsatsin Xudoyim. Men shunchaki... Nazira hiq-hiqlab zo'rg'a gapirdi. Bu boshqa gap oyi. Keling, ikkovimiz mazza qilib ovqatlanamiz. Birovning nasibasini birov yeya olmaydi degan mashoyixlar. Pishirganingiz o'zimizning nasiba ekan. Umidjonning ovozi uyni to'ldirdi. Nazira ko'zida yosh bilan jilmaydi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.